Elektr qilganda kalibratsiya bo'ladi. Har bitta nimani ayol rahbardagi korxona faoliyatidagi ferma xo'jalik bo'ladimi, MChJ bo'ladimi yoki yakka tartibdagi tadbirkor bo'ladimi, ayollarimizga tadbirkorlik faoliyati yuritish uchun ajratiladigan kreditlarni 2% dan pasaytiriladi. Ya'ni hozir oilaviy tadbirkorlik bo'yicha ajratiladigan kreditimiz 18% bo'lsa, ayol kishi olsa 16% dan ko'payadi. Mana sizlar oladigan kreditlar ham xuddi shunday. Rahbar ayol kishi bo'ladigan bo'lsa 2% pasaytirib beryapti. Bu ayollarimizga nisbatan shu gender tenglik deydi-ku, o'shani joriy qilish maqsadida prezident chiqargan qaror. Bundan tashqari hozir sizlar faoliyatlaringizda avval bor edi bilsangiz